Assalamualaikum, Guli Maqsud kanalına hoş geldinglar. Bir qısqa bir video ishlay dedim. Temisi Yangi yil kirgandan yoqi ta hozirgachilik qisqagina bir oydan ortiq bo'ldi. Hozir bugungi islohga qancha ketdi? 2-niki 9, 2-niki 10. Muhaciratdagi Uyg'urlarning qarshisida arqa-arqadan to'xtamay qiziq nuqtalar chiqib turdi-ku. Shuni qiziydi-ku. Shuni bir tema qilib, kichikgina bir oyning ichida yuz bergan ishlarni bir qisqa so'zlay dedim. 2021-yil kirishi bilan o'tgan yilning 12-oydan boshlab davomlashayotgan Turkiyadagi qarindoshlarimizning Ankara Xitoy elchixonasi oldida davomlashtirayotgan namoyish yana davomli yangi yil kirib yana davomli yuz berib davomlashtiribmandi. Onun keyindan bir advokatninkimi yoki police stationninkimi yoki ishqib saqchixonaniki bir qog'ozmi shuna bir qog'oz o'tirg'i chiqdi. Ya'ni uningda Turkiyadagi Uyg'urlarniki shikoyat qilayotgan odamning kim ekanligini aniq ko'rsatilgan shunday bir parcha qog'oz. U chiqishi bilan shunday Facebookda to'xtamay nima bo'lib ketdi-da. O'zaro shunday bir-birsiga evatishlar bo'ldi, shuni ham baharlaganlar bo'ldi, ham baharlagandan keyin u qog'oz yuzdagi u odam paketniki o'tirg'i chiqqanligini ko'rib, undan to'xtamay ham baharlanayotganligini ko'rib, ayrim kishilarga telefon qilib tahdid solgan. Shu ishlar bo'ldi. Undan keyindan ya'ni shu birinchi oyning beshidan kirishi bilan yuz bergan bizga endi xabar yetib kelgan, ya'ni Gulshan Abbosxonimga 20 yillik kesilganlik u xabar keldi. U to'g'ri xabarlardan baharlab turishimiz bilan shuning bilan bir ishlatayotgan telefonlarimizda WhatsApp bexatar emas ekan degan xabarlar qaytadan yomg'irab shuning bilan ko'sh deymizmi? WhatsApp'dan Telegramga ko'chish, signalga ko'chish shu chog'larda telefonimga to'xtamay o'chirib keldi. Falani do'stim signaldan o'rin oldi, falani do'stim Telegramdan qo'shildi degandek to'xtamay o'chirib keldi. WhatsAppni tashlab signalga ko'chish bo'ldi. Bir kun tuyuqsizlanib signal ishlamay qoldi dedi. Tuyuqsizlar mana million abont qo'shilgandan keyin yangi akkauntlar ochilgandan keyin bir oqshom ishlamay qoldi. U bir oqshom to'xtab qolishninki sababi degan joyda ya'ni Amerikada yuz bergan US Capitolning ichida yuz bergan shu bir qalamqanchiliklar bo'ldimi? Shu chog'dagi kishilarniki bir-birisi bilan kimlar shu chog'da shu ishlar to'g'ri bo'lishi mumkin degan xabarni o'qidim. Shunda bizniki WhatsAppni tashlab signalga ko'chish, Telegramga ko'chish shunda nurg'un kishilar hatto bizniki telefonda Xitoyniki har xil applari Windows deymiz, Google deymiz, ondan boshqa Douyin deymiz. Shu deydiganlik nimalar bo'lgan shu chet eldagi muhojiratdagi qarindoshlarimiz shularniki telefon qachirib yetib vatanni ko'zitib turayotgan shunaqa kishilarimiz bor. Shularmi hatto o'ziniki telefonda qo'lida liqqida Xitoydan boshqa applar turibmi yana WhatsAppdan qattiq asrab ketganligi. Men bu WhatsAppni o'chirib kerak bo'ldim. Prama ikki WhatsAppim bor, birisi maxsus o'zimniki shaxsiy ishlatadigan, yana birisi shu YouTube kanalda hamda boshqa faoliyatlarda ish qilib shu YouTube kanalimniki rasmisini profile picture qilgan. U ikki WhatsAppimniki hech qaysini aytmadim. WhatsApp mudomliq turadi. Ishlatadigan Telegram va Signal'm bor. Agar men bilan ayrimaloqlashmoqchi bo'lsanglar, shu YouTube kanaliga ishlatadigan WhatsApp numaraga qo'ysanglar bo'ldi yoki bo'lmasa, meniki Telegram adresimmi, Twitter adresi bilan o'xshash. Guli 780. Yangi yil kirib shu qiziq nuqta bo'lgan nuqtalarniki birisi shu ko'sh WhatsAppni tashlab signalga ko'chish, Telegramga ko'chish bu bir qiziq nuqta bo'ldi. Bundan keyindan New York xabarniki yana bir Uyg'urlar to'g'riliq maxsus yana bir xabar chiqdi. Yana bir qizniki o'ziniki ajdodi qinininki Uyg'ur qini bor ekanligini tunib yetishga bir genocide takes a genocide for one person to recognize her root. Deymiz o'ziniki Uyg'ur yıldızını tunib chiqish uchun irqiy qirg'inchilik sabab bo'ldi deymiz. Mana shunday temda, ya'ni New Yorkda qaysi
Amerikadagi bir ish qilib bir ismi Ameliya Pang degan bir qiz olminki, o'zining Uyg'ur deganligi, o'ziniki Uyg'ur ajdodiniki, buvisi, mo'malariniki hikoyalarini bir cho'ng xabar qanunlarda u bir qiziq nuqta o'tirg'i chiqdi. Aqdillam yangi lager shahidi Angliyada 10 yil yashab, Xitoyning shu qirma qaytib berib, qog'ozga qo'l qo'ymasam bo'lmaydi deb aldab olib, lager usulini qolganligi, lagerda 2 yil turganligi degandek shundoq Angliyaga qaytib chiqqandan keyin shu lagerlar to'g'riliq qaytadan guvohlik berishi, ya'ni yangi lager shohidimiz Aytvoji, Tursunay Aytvoji u qarindishimizniki har qaysi matbuotlarda bergan guvohligi u qiziq nuqta bo'lib chiqdi. Aqdillam yana Buğraxan yana qaytadan ko'tarilib chiqdi, o chaqda rasmiy holda. Bu turk advokatninki shu videosi tarqaldi. Tuyuqsizlam jimjit bo'lib qolgan, yana o'ziniki shu tahdid selishlari, o'ldirgichi berib tahdid selishlari, telefondan qilib ma'nosini yo'llama, WhatsAppga yo'llama, Facebookga yo'llama, o'chirib deb, Facebookdan o'chirib o'zgargan, shunday tahdid solgan. U ishlar bir hafta besiqib keliblam qaytadan orqadan bir turk advokatninki shu qo'lidagi materiallarni ko'rsatib turib, mana haqiqiy mushu bir odam Uyg'urlarning ichidan chiqqan Abduvali Hoji deydigan odam, ya'ni Buğraxan o'zini Cumhur boshqarib olgan aql hastasi sarang. Ya'ni u hech qanday u o'tirdagi faktlarni e'tirof qilmoqda yo'q, teximni mug'aldirlashdida, u to'xtamay bütün kimlarni Amerikadagi Qozat Altayni, Turkiyadagi Sittim Turkni, onun ichidagi Nabijon Alloqimiz degan ekanimizni bir tishlab topdi-da, u o'tirib chiqqandan keyin uning jasasi chiqarib, u bir qiziq nuqta bo'ldi. Uning oldinda yana Turkiyadagi tutqun boshlanishi, yana 1-oyning 18-kuni kechida tuyuqsizlar tutilishlar o'tirg'i chiqqani 4 oylikninki, ya'ni bir balasi va bir ayolninki, yana bir qarindishimizniki degandek shunaqa bir kechidan 4 oylarninki uylariga qurolliq bostirib kirib, terror shubhasi bilan tutilib ichki ketganligi degandek xabarlar bo'ldi. U xabarlarga ulablam Uyg'urlarning ichida bir qismlari shu Turkiyani biz Uyg'urlarga dushman qatorida chiqadigan bir xillik hate speech deymizmi? Shunday bir nimalar bo'ldi. Shunday bir gap so'zlar bo'lib ketdi. Anandan keyin yana bir qiziq nuqta bo'lgani, bir Xitoyga ishlaydigan bir Uyg'ur josusninki o'ziniki shu pasportlaridan tortib josuslik qilgan, ya'ni Uyg'urlarning ahvolini ta'minlagan shunday notlardan yozgan yozmalardan tortib o'tirg'i chiqdi. U chiqqandan keyin ko'pchilikninki inkosi toza kuchli bo'lmasa-mu, hech qilib shunday bir josusninki o'tirg'i chiqqanligi bu cho'ngi shumi. Hamda biz Uyg'urlar u josus demizga bak kuni ko'p ketdikmi, ya karimiz yo'q bo'lib ketdikmi, ish qilib ancha bekning qildik. Men bu to'g'riliq ayrim bir video ishlar, ya'ni tarixdan tortib hozirgacha bo'lib yaqinqi zamon tarixida shunaqa espionaj bo'lib ishlagan, josus bo'lib ishlagan davlatlar bir davlatga josuslik qilayotgan jarayonda tutilgan executive degandaymiz, o'lim jazosiga hukm qilingan, necha yillar turmalarga yetilgan shunday josuslarni misol qilib men bir ayrim bir video ishlay. Balkim biz Uyg'urlarninki, o'sha diasporadagi Uyg'urlarninki bir josusga bo'lgan pozitsiyasimizda bir oz bo'lsin bir o'zgarish bo'lishga foydasi bo'lar. Boshqa davlatlarda josus tutilib qolsa, uni turmaga solaydi, necha yillar kesidi, hatto o'lim jazosiga hukm qiladi degandek, ham bizniki tayyoq hamma isbotliqlar qo'lga tushgan chog'dami, biz yana karimiz yo'q, shura yuradigan odat, bizga ozroq o'zgarish bo'lmaydi. Men bir qaysi bir yilqi zot kim xoin degan bir nimadami bir videomdan so'zlab o'tgan, u josuslik bir vatan xoinninki qanchalik og'ir gunoh ekanligini bir qisqa bir nima hikoya so'zlab o'tgan. Endi bu Abduvali Malim o'tirg'i ochiqqan, pash qilgan shu isbotlari bilan qo'shib o'tirg'i chiqqan shu to'g'riliq ayrim bir video ishlay. Ishqilib 1-oy kirganning yoqi bu davomlashayotgan orqa-orqadan chiqayotgan qiziq nuqtalar shunday
Ağaqını çıkwadıdı. Bizim taң avaz koşup, ahu deyişip, oturtaşındaq inkaslarını okuşup degендek. İnkaslarga texim bek nem bolup degендek. Başa qılıp birinci ayının içinden şu nurgun işler yüz berdi, ikinci ay kirmeylam. Yani şu bırakanlık işi davamlaştırdı de. Men deslepte başlagandan keyin bu biraz susti ağdın o advokatnınki oturga çıkıp guaklık videosu çıkandan keyin lam qaytadan tekrarlam amma social medialarımızda şu doğruluk gap qilishimiz başladı. Ayrım şahslar özlerimizdeki torbiyada şu doğruluk gaplar başladı. YouTube kanallarda bir neçe kanalımız bırakalım şu doğruluk haberlerini bergen bulduk. İkinci ayının kepişide kirişi bilalım yine şu doğruluk oldu ya ağdın yine ne deyimiz hemmemizni yüreklerimizni para kılgan bütün dünyanın zilzilegi sağan Tursunay Ziyadın Han'ın ki BBC'ge bergen şu guaklık haberi. Şu haber çıkıp şundan keyin hemmemiz bir xilliqi qattiq tərinişler bolup ketdi de. Social medialarda hemmemiz özümüzdeki aşındaq bir işki hissiyatımızny, aşındaq bir xil ifadaligi söz derecede men bu maxsus bir video qılıp işledim. Twitterga çıkardım. Twitterga çıkarsam bir 7000'dan artık görüldüm. Hazırgacha bir kıska şu özümniki Nahmaydan kalkan bir programımdaki kıska yerini kesip gelip Twitter koygandım. BBC'nin haberini okugandan keyin men özüm Nahmaydan taqtip bu kanalım şu dep özüm tuta alamay jalap ketken bir nimemni oturga çıkardım. Twitterga yolladım. Şu toxtumay şu Ziyadın Tursunay Ziyadın Hanım'niki şu to'g'rilib chiqqan haberleri ikinci ayınki kirishi bilan shundoq bütün dunyoga zilzilaga solib o Amerikanınki genocide deb atagandan keyin aqaqdan boshqa davlatlarmi texmo ovoz qo'shishga boshlaganligi, Kanadaniki shu to'g'riliq very consideration deb biz to'g'riliq shu to'g'riliq qattiq o'ylashyapmiz deb ifoda bildirganligi, UK Angliyadagi o bizniki Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risidagi bo'layotgan faoliyatlar va parlamentning ichidagi o qonun loyihalari qatorliqlar ishqilib chiq. Bizniki Uyg'ur diasporadagi o nimalarimiz uzilmaydi o'zadi. Qiziq mutlar aqaqdan chiqib turdi. Meniki bu videodan qisqagina shu qisqa elimdan bir nimqig'ini bo'lib qolsin. Bir xulos şekilde bir kısa video işlep koygan bulay. Kanalımga abone qilishinglarni, üstüge parmak belgisi besib qo'yishinglarni, inkaslarlar bo'lsa yozib qo'yishinglarni ayamaysizlar. Güley Maqsud kanalı, shundaq o'zimniki o'ylaganlarimni, mumkin kunlik turmushimni, sayohatlarimni, mumkin Kanadadagi turmushni, Kanadadagi o yangi chiqayotgan siyosatlarni qatorliq nurg'un mavzularni o'z ichiga oldi. Köpçülükni yana abone qilishga chaqirman. Yana ko'plagan nurg'un Uyg'ur YouTube kanallarının açılışını umid qilaman. O'zinglarninki shu kanallarninki yoki videolarninki urinishlarni videolarning ostiga yozib, o'zinglarninki kanallaringlarni tashviq qilsanglar tamamen bo'ldi. Meniki inkas qismida urinishlar ichirilgan. O'zimiz sinab boqqanda meniki boshqa yerdagi urinishlarni inkas qilib yozib qo'yish chiqmaydigan, lekin YouTube'niki urinish qilib yozsa, o inkasi aniq ko'rinaverdi ekan. Shuningdek, meniki maqsadim shu ko'plagan Uyg'ur YouTube'chilarniki davomli chiqishini umid qilgan bo'lgandan keyin uning hech qanday cheklami yo'q, u inkaslarni o'chirishim yo'q. Tamamen buldu videolarimniki videolarimniki urinishlarni yozib qo'ysanglar. Meniki kanalim Kanadadan turib Nahmaydan taqdirdigan, Kanadadagi turmushdan bahlaydigan, o'zimniki o'ylaganlarimni so'zlaydigan shunday bir kanal. Kanalımga abone bo'ling, parmak belgisi besib qo'yasiz. Xayr xo'sh.